hoca akalarimiz Qani aka? ovqatni bo'yin go'shti bosgan. Bir ko'rib qo'ying endi, ya'ni ochib olmang yana. Bir o'g'il lapat qiling, naq ko'ringchi, saylarni yaxshi. Bo'yin go'shti olib kelib, ajabsanda ovqat tayyorlabdi mana hoja akamiz. Yaxshimi tay? Aka mana tayyor. Bor, yaxshi. Zo'r. Bo'ldi. Shumi? Bittasini oling-da, buni yeb kesib ko'ring. Kalla ham pishib ketar shu vaqtgacha. Kalla ham pishib ketar deyapti mana hoja aka. Bo'ldi, Pishdi. Bo'ldi, oila tovola, bo'ldi. Mana. Osh solish jarayonini ham olamiz endi. Mana hoja akamiz sehrli qo'llari bilan o'zi bir ajabsanda ovqat tayyorlab beribdi. O'xshatyapti mana. Qo'y aka o'zidan so'ray. Oling. Jargini oling. Yigit oling, bular keyin tanlab ketamiz. Buyuring. Yoki ket qolmasmi? Mana chep qo'ygan. Nima bo'lmaydi, bir donadan solish kerak edi. Marbi o'chirib qo'ying. Islatgandek. Zarur. Ikki kishilar mana qora akalarimiz. Bittasi Andijon, bittasi o'zimiz Sharxondan. Bo'ldi, qaynatib oldim bitta. Manadan bittasi kelyapti, mana tozasi. So'qqisi bir tomonda yon boshlagan. Va ketib qolmasin. O'z qolasizmi? Billahi o'zingizmi, hammamiz qolamiz. Mana birodarlar birlashib bunaqa povullarni qaydan topasizlar mana. Mana shunaqa kelib dam olishga nima aytsin? Hoji aka nima deysiz endi bunaqa dam olishlarga? Abdurahmonjon. Mana yana bitta mana birodarimiz kelyapti. Hoji akam go'shtni udarmoqda. Alisher akam ba'zilarga dam savolga chegara chiqishmadi. Bu siz soldirib keldingiz. Hamma siz soldirib kelgan dam deyapti-yu, senga bo'lmayapti deyapti. Siz ashi yozib qo'ying, mana shu yerdan yeyishchi. Povuram ja hafsala qilibdi-da povuram. Hafsalali bola o'zi. Yana o'zi boshlayapti. Yana o'zi boshlayapti. Cho'mich bormi? Da, suvni olaylik, cho'mich. Yo'q, tashlab. Qani? Ketdingmi? Bu hoji akam qo'ldan olmaysizda, tavalli qo'llarni. Maytda mana do'stlar o'tiribdi. Onani ham ochib. To'g'risi bu yoqqa qo'yib qo'ygansiz. Bunaqa. Sig'amizmi? Sekin o tepada binchyaptilar. Qaysilar kellar endi? 602 807 sizga o'zingizga